Bekzod, oshxonamni remont qilaman. Qaysi birini qo'ying? Kafel yoki laminat? Sizga laminat tavsiya beraman, chunki yurganingizda oyog'ingiz tagidan zax o'tmaydi, sirpanib ketmaysiz va ustiga og'ir narsa tushsa sinib ketmaydi. Menda pol yotqizadigan joyim Notex. 8 mm lik qo'yganim yaxshimi yoki 12 mm lik yaxshimi? Bunisi ham emas. Men sizga birinchi holda joyingizni tekislashni maslahat beraman. Nalenni to'liq quyilgandan keyin joyingiz deyarli tekis bo'ladi. O'shandan keyin 8 mm ham 12 mm ham qo'ysangiz bo'ladi. Oshxonamga och rangdagi laminat olganim yaxshimi yoki to'q rangmi? Hozirgi kunda neoklassik uslubi urf bo'lyapti. O'shanga men sizga och rangdagi laminat tavsiya beraman, chunki to'q rangdagi laminat qo'ysangiz xonalaringiz bo'g'ilib ketadi. Faskali laminat yoki besfaskali laminat? Faskali laminat bilasizmi, plyus tarafi linoleumga o'xshab qolmaydi, anatomiya bo'lib qolmaydi. Linoleum plus anatomiyaga o'xshab bir tekstda chiqadi. Bu faska как bitta dizayn, siz xonalaringizni ko'rkiga yana bir ko'rk bag'ishlab beradi. Siz ham shunaqa savollar qiynayotgan bo'lsa, Yevropol do'konimizga tashrif buyuring. Mutaxassislarimiz sizga yaqindan yordam berishadi.